Tong otdi. Biz kechqurun kelganmiz Navoiy shahariga. Borgan joyimizda ba'zi sabablarga ko'ra qola olmadik. Kech bo'lishiga qaramasdan yo'lga tushib, mana Navoiy shahariga yetib keldik. Navoiy City. Kim biladi, kim taniyapti bu joylarni? Anaqa domla bor ekan. Shedevr plazada qolganmiz. Hozir shunday tamaddi qilib yana yo'limizni davom etamiz. Endi bu qaysi restoran ekan? Restoran topsak bo'ldi. Qanaqa nazvani? Shureka. Men Navoiyga kelsak, Shureka shu yerda. Shureka aloqada. Azmat akam telefon qilib hayron qoldi. Davronga telefon qildim, shurik joy. Zavtrakka derskisi bo'ldi. Hozir manni kashani harakati boshlandi bu yerda. Ha, manni kashami? Tuxum ekan. Buxoroga kirdik. Ochig'ini aytaman, Buxoroga kirdik. Sochlarni oldirdik, boshqa qildik, Buxoroga kirdik. Faqat shu delegatsiya bor. Yo'llar yopiq, ko'p joylar yopilgan hisobiga kirib, sochni oldirib, yana darsga ketdik. Endi mana atrof qaranglar, cho'l, mana bu taraf cho'l, mana bu yoq ham cho'l, mana shu yo'l endi Xorazmga. Xudo xolasa mana shu bugunning o'zida Xorazmga yetib olsak, ertaga Xorazmda tadbir, keyin Qoraqalpog'istonga yo'l olamiz. Holatlar shunaqa mana. Tapchanga joylashdik to'g'ri. Buxorodan Xorazmga ketaverishdi. Bu уже 3-punkt bo'lishi kerak. Bu yerda o'slimasin yo'l juda ham yaxshi sifat. Yama-pama Qashqadaryo viloyatiga o'xshagan haliga qulagan yo'llar emas-da bu yerda. Bu yerda gay to'xtatib, shopirlarga dam olinglar, uxlamaganmisizlar, tekshirib, keyin yana yo'lga qo'yadi. Mana, ko'rdingizmi? Farqi yo'q. To'xtatadi. Narushenyadan yo boshqa narsadan emas, shunchaki dam olinglar deb to'xtatishadi. Bu yoq ketdi mana Xorazm. Xorazm viloyatiga kirib keldik. Urganchga taxminan 82 kilometr qoldi, Erbol. Ha, 82 kilometr. Tomog'ing og'riyapti, sen aytgancha. Muzey suv ko'p ichib. Sen anuni ikkinchisini nima sepmayapsan, faqat buni sepyapsan? Anumi? Invaliddan ikkinchisi. Yaxshi tanisham. Bu yaxshi yordam beradi aka. Yana muzey suv ichib qo'ydim-da, kola ichib qo'ydim. Nafsim mening balodur. Bo'ldi. Boshga bitgan balodur. Ana. Good evening. Sezildimi Xorazm viloyatiga kirganligingiz? Nimadan sezildi? Shu aka, Xorazm viloyatiga xush kelibsiz deb yozilgan. Odamlar gurring qilyapti, gurring. Gurring qilyapti odamlar. Gurungni Qashqadaryoda qilmasmi, Surxondaryoda? Surxondaryoda bo'ladi. Xivada yangi ochilgan gostinitsaga keldik. Endi bu gostinitsani qanday tushuntirsam ekan endi bu juda luxury degan so'zni ko'p eshitdik oxirgi paytda. Mana o'sha so'zni o'zim ko'z oldiga tasavvur qilganda keladigan narsalar nima desam, mana shu gostinitsa aniq o'sha narsalarning orasida bor. Sababi haqiqatdan yorvor eshin. Demak, yana ertalab 3-qavat. Assalomu alaykum. Foydalansa bo'ladimi bu liftdan? Pastga tushsam bo'lar ekan. Bizga restoran kerak. Qabulxona, restoran, Milan Resort. Ketdik. Qaranglar. Assalomu alaykum. 316 mi, 313 mi mana shunaqa edi. Achkiga nima bor ertalabda? He. O'zimga qarang. Uxlamadilaringmi? Yaxshi. Qani? So'nga ketdi. Choshmadimi?
Yoldan keyin tushunmadim. Assalomu alaykum. Rahmat. Farovon. Necha yil ishlagan? 2 yil. Hozir endi Xorazmda, Xivada. Yo Xorazmdami? Xivada. Urganch. Yo'q, bu Xiva, Urganch. Orasi qancha? 80 kilometrmi? 25. Bu yoqda nima qurilyapti endi? Bu yerda prezident nimasi saroyi. Lekin gastritsa uragan. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Xorazm, Xiva, Ichanqal'a. Mana tadbir boshlangan. Odam yig'ilgan, sayil. Ma, kaltni bering, kaltni bering. Qora boshlanasizmi? O'sha yerda qani endi Azamat aka, qani? Xorazm, Xiva, Ichanqal'a. Kamerani ko'tarib borib, ular bilan qo'shilib aylanmoqchi bo'ldim. Ochig'ini aytaman. Bor edi bu shunaqa niyat. Lekin aylanishda yarimidan ko'prog'i mana shunaqa atmosferada o'tdi. Rasm, fotosessiya. 7 Saber Be Fresh. Qarachi Xorazmda mashinalar. Zo'r, Xiva zo'r. Ochig'i. Xorazmda imzo zavodiga keldik. Mana shu bitta bilan ursa sinmas ekan mana oyna. Bundan ham qizig'rog'i mana non bo'ladi. Xorazm nonini bilgan biladi. Mana oynalarning xili. Biz qattamiz, biz Xorazmdamiz. Xivada edik, Urganchga keldik. Imzo zavodiga. Sen nima kirmading? Ammo to'g'risini uncha qiziqmadim. Qiziqmadingmi? Voy, Ibrohim Yusuf. Bosh mutaxassis, injener, muhandis. Hozir qarab chiqdim. Bir ikkita kamchiliklar bor, shuni aytib qo'ydim. Bartaraf etishadi. Kelishimga to'g'rilab qo'yishadi. Yordamchisi qanday? 2 yilda bir marta kelib nazorat qilmasa. Yordamchilaringiz qani? Yo'q, yordamchilar hozir narodni stol tayyorlayapti. Hozir men srochniy xotin bilan ko'rishim kerak hozir. Menga borayman. Bu aksham rosa kamtariladi. Ani konteynerni hadya qilganlaring bo'ldi. Sizdan hali chiqmas ekan. Слишком добрый ekanlar. Ha, do'p, rahbar chiqmaydi sizdan Ibrohim. Qo'yningiz bo'sh ekan. Xivadan Urganchga, Urganchdan yana chetroqqa chiqdik. Urganchda o'zida bo'lish kerak, bilmadim bu joyi. Turkman qal'a deyishdi. Yo, men shunaqa eshitdimmi, bilmadim. Keldik mana Turkman yigitlar kutyapti bizani, akalar, ukalar. Ko'ramiz, qani ichkarida qanaqa nimalar bor ekan. Syomkachi bo'laqani. Erbolmi? U montaj qilyapti. Ha, u olgan syomkasini montaj qiladi. Endi bula oladi. Keyin bula olganini montaj qiladi, keyin bu syomka qiladi. Boya joy kirganda Ibrohimga qani ol joyingni. Ha. Ishlos telefon. Aka bu hovuz nechasini tarifi bor endi. Ya zato mayli amaldorman no. Hozir nimadir dvoraymiz. Aka sizni mashg'ul qilib beryapti. O'zbek Turkman do'stlik uyi. Bu loydan ekan, polniy loy. Tepasi mana somon. Qamish. Bek O'zbeklar bizlarga Bek O'zbeklar.
Mekan bergen, zaman bergen, devran bergen. 70 yıl aldı. 70 yıl aldı. Do'stligimiz, aka-ukachligimiz abadiy bo'lib Amin. million yillarga borsin. Diraqi olmayın. Bereketli olsun. Mana shu otaxonimiz shu joylarda vastanayetsa qilib boshqatdan qayta qurishiga sababchi bo'lgan insonlardan biri. Allah Teala kalaverse prezidentimiz. Eng bir ulli turkmen boshchilaridan biri O'zbekistonda. Sağ olasınlar, sağ olasınlar. Gelin hoş geldinizler. Kalanlarınıza sağlık. Yetimizde Özbekler, Türkmenler şunu yap var. Geçen durup atanını gör, atanın olmasa atanını gör diyor. Mualın başını sağ mı deydi kararda. Mualın başı. Çünkü benim at kanamız, tüye kanamız. Bu tamamen bir edik kanamız. Şimdi bu tüyemiz sağladı. Bu bir kuda bergen nerse bu da. Bir mürk koyacak. Tebiydi, tebiydi. Shu brat boshqarar ekanlar shu yerda. Oldingi asli deb bo'lsin dedi, şöyle muhafaza şöyle tüye kanamız. Mana yashash xonalari. Shunaqa qiziqarli narsalarni ko'rib yuribmiz safar davomida. Video olishga imkoniyat bo'lmayapti, sababi bilasizlar, ruldamiz, mashina haydaymiz. Ana temirchilar kim bor? Endi bir ukamiz bor, lekin pichoq yasaydi, endi yorib yuboradi pichoq yasashlarni. Assalomu alaykum. Ana boshladilar brat. Mana shu oldin juda ham katta hovli bo'lgan-a. Turkmanlar yashashgan shu yerda. Hazır hem meydan vakit veremez. Kedim devir çıkana giremez. 300, 400, 500 yıllar aldı. Beş aranın bunu turşuna da. Adli kosken. Merak kod şunu çıkıyorsa özel şunu değil. Lekin xotin vafot etdi. Gitti dediğiniz ki normal. Allah'a şükür bugün şunu adam var. Gel gel. Bana yere şükür bitirdik girer. Gel gel. Bu yoqda mana sahna ham bor ekan. Tushunishimizcha shu yoqda turistlar kelganda konsertlar, ko'rsatuvlar qanaqadir tashkil etiladi. Kim chiqargan tuyaga birinchi bo'lib? Shu Dilshod aka charchaganga o'xshaydi. Ketdi Ibrohim. Endi baland xamir minadi, baland tuya minsa hech farqi. Joylashdi ana. Ot kelib qoldi. Dilshod aka to'xtadi, hozir oldini ko'tarib Ferrari qilib beraman deyaptilar. Ferrari chiqadimi, chiqmaydimi? Qani aka Bitta Ferrari, davay. bitta videoga olmani. Ana. O'z Navoiyda ham ot minuvdilar, yugurtiruvdilar, chiyillat. Da qani? Ketdimi? Sotgan oldin qo'yib boqqanlar bo'lmaydi. Da ketdi. Ondan to'pon qo'yganlar. Qani? Oldin ko'tarib beryapti. Da. O! Ferrari bo'ldi, Ferrari. Bo'ldi. Bundan lifehack ko'rsating, nima qilsa ko'taradi. Narxni ochaman ukam, o'shanday Ya, oldi. bundan aytvoring endi odamlarga. Yo'q, minmagan odam bilmaydi. Shu minmagan odamga bundan o'rgating, nima qilsa qiladi. Qorni mana qorni bor. Ha, qorni shunday tepib turib bitta tortsang, oldi ko'tar. Qani so'rab bitta qo'lni sindirsa. 1920 yılda sanırlarga mektep kurdular şurada. Başlangıç mektep. Biz hem şunu bitkazganmiz. Keyin indi mustaqillik bo'lgandan keyin uni 3 etajli katta mektep bo'ldi. Prezidentlarimiz bergan mahallaga kelganda u obrazsoy mektep bo'ldi, namunaviy mektep bo'ldi. Namunaviy mana doktorxona bo'ldi. Renginlari bilan, laboratoriyalari bilan.
Mana bu yerda qaytadan tiklanish 3 Ha, bu mashina yaqinda tiklandi, bo'ta 17 yilda. 2017. 2017 yilda tiklandi. Prezidentimiz 2018 yil 24 aprelda keldilar Gurbanguli Malik qurish bilan. Mana shuning o'zi shu turkmanlarga bo'lgan sarpo, do'stga bo'lgan sarpo. Mana keyin ham mana O'rta Osiyo plus 5 shu 5 mamlakatni birikib O'rta Osiyo plus Yevropa, O'rta Osiyo plus Amerika, O'rta Osiyo plus Yaponiya bo'lyapti. Bu hamma ham bag'rikeng o'zbek deymiz. Shunaqa. Bekorga 5 ta bola, ana 5 ta bayroq qolmadi-da, ko'rgan bo'lsangiz. Yashan, salomat bo'lasiz. Shuning uchun ham qarangda bu bag'rikenglikni shu hozirgi keyingi 8 yilda, 9 yilda yana tepaga chiqib ketdi. Xudoyim, shu keyingi hamma mana Al-Buxoriyni aytamizmi? İslam sivilizatsiya markazini aytamizmi? Ularning hammasi xalqimizni bir qaytadan uyg'ongan, tirilgan deb bo'ldi bu. O'zbeklik bekligini yana ko'rdik. Endi mana Qorako'l qal'asi. Qal'ami? Qala bo'lsa kerak. Keldik. Bu yerda ham aylanamiz. Спят усталые, игрушки, книжки ждут ребят. Qorako'l. Yo'q. Ovqat yedik hozir. Quloqlari og'irmi deyman deb biratdi. Biratdi quloqlari sal. Mana bu yoqda sun'iy ko'llar bor va ichkarida ham bor. Mana nima kanal o'tganmi? Baliqlar tutilar ekan, sun'iy ko'l bor ekan pastroqda, orqada. Bu yoqda shu kamondan o'qizilar ekanmiz. Shunda qal'alar shunaqa bo'lganda, devor bilan o'ralib, ichida mana yer bo'lgan, dehqonchilik qilgani, suv bo'lgan o'zini, bunaqa odamlar yashaydigan binolar bo'lgan. Bu endi kichkina qal'a. Asosiy shaharga ketaverishdagi qushlar mazza qilyapti. Ajoyib, ajoyib. Uxti. Amatda baliq bormi deyman. Suvga havo berib qo'yilgan. Yo'q, cho'ta baliq ko'rinmayapti. Ha, mana baliq. Suv sarg'ayganligi ko'rinmaydi. Qizil minorasi bor ekan ana. Mana bu yoqdan hozir snayperlik bo'yicha bellashuv bo'ladi. Telefonim zaryadga qo'yib qo'yib, o'zim qarmoqni olib, qarmoq tashib qo'yganmiz. Ko'ramiz qani nima tushar ekan. Lekin baliqlar juda kichkina ekan. Tayyor turibdi, shuni degizlatsa, Mana shu yerda o'zdagi baliqlardan Ketib tashib berib qani? Tashib bersizlar. Qani? Tashib beraman shunaqa ketdi da. Biroda birdan ijjanni bosyaptilar. Mana shu go'shti 2-3 soat mana shunaqa boltada urib o'tirilar ekan. Shu ijjan deylar ekan. Mana. O'zingizcha mana Royal Mojito. tayyor bo'ldi. Bir necha soat turgandan keyin pishgan varianti. Bu tushmayapti anaqa. Shop etib ketdi. Endi buni Chanaqshi yesak ustunga kiyib olmasam bo'lmaydi. Xo'p bo'ladi, mana keldi. Bo'pti. Erbol mashinaga yangi uzun narsa kiygani ketayotdi. Работаемdan shoq. Mayin. Da. Aytolmayman nimani ta'mini kelishini, lekin men buni yemasam kerak. Afsus. Ibrohim ijjanni oling. Qoningiz ochida go'sht deyapsiz. Go'sht, ana. Yupqalonga surib yeyish kerak-ku. Mendan Xorazmning nomidan bayram kunlari yeladimi sizlarda? Kundalik ham yuradimi? Bu kakkani холодный zakishga ketadi. Vau. Qo'ylada hozir berishyapti. Ukam. Baliqlarimiz ham, pishdi baliqlarimiz ham. Mana
Endi hozir Qorako'lda baliqlarni bir galda tatib ko'ramiz. Jon yemadingizmi? Qongo'sh ekan u. Ha. Ayyo, unaqa narsa. Biz yeb oldik 2-3 qoshiq. Ko'zoynagingiz ketdi. Arda Park. Aka, o'chmadi. Arda Xiva degan joyga keldik. Bu yerda suv bor ekan. Suvda qayiqlar bor. O'sha qayiqlarda hozir biz yoqib tashlaymiz. Nima kerak ekan boshlarda? Qani bunga? Ha, shnur. Lekin shu gaplarga o'zim tirik guvohman. 2 yil oldin kelganimizda ham bunchalik emas edi. Xiva, Xorazm, Urganch bunchalik emas edi. 2 yilda shuncha o'zgarish. Ketidan YouTube. Azlar yil sayin emas, kun va soat sayin turizm shunaqa rivojlanyapti. Ortiga ko'rib turganinglar Arda Park, mana shu Arda Xiva kompleksini bir qismi hozir bu yerda bizlarga aytishingiz qanaqadir qisqarasidan kater bormikan yoki bir boshqacha dam oladigan haligi nima derlar, Venetsiyada bir narsadir deb kandoladirmi shunaqa edi. Bir galda uchamiz, bir galda ko'rsatib boramiz. Agar Xivaga kelsangiz, ko'rsatadigan videolarimiz yoqsa, albatta bu yerga tashrif buyuring. Mana qilib mana. Работай. Ko'zingga работай. 4 ta bor aka. Yoki blok o'tib olamiz. Nice. Shu joy Xivada mana. Voy, qaranglar mana Venetsiyada ham bunaqa Xorazmga keluvdik okalar bilan mana nima deyapti o'rniga Beryapti atmosfera. gap bo'lishi Ha, chotki. mana brat Venetsiyaga borganlar o'xshaydimi mana shu O'xshaydi. Biz Venetsiyaga borgan to'ppa-to'g'ri ayting. Boshingda salegasan. Xuddi mana shunaqa ko'prikchalar bor. Venetsiyadagi bizning ko'chalarimizga keng-ku, ular ko'chalari tordi, o'chirdi. Birinchi bu yoqda o'tib ketadi, keyin bu yoqda o'tib ketadi. Yaxshi qilasizlar. Lekin boshqa viloyatda yo'q hali. Arda Xiva kompleksi. Boshqa viloyatda yo'q. Yoki biz bilmaymiz hali. Yo'q, birinchi. Birinchisimi? Ha, birinchisi ekan. Suv qatdan yer tagidan tortib olishsa kerak. Ertagidan boshlab. Ha, shu yerda qaraysizmi siz? Men direktorman. O, mana Suhrob hamma savollar bu yoqqa ekan. ha o'zi bilaman bu o'zi Ha, Hotel Pro'ni klaster bosh menejeriman o'zi. Ye, Dilshod bilan bilamiz, sherigi. Aydar Ko'lda ham. Aydar Ko'lda bizaniki. Siz bilan ko'rishmadingmi yo'qda? Yo'q, bir vaqt bilan ko'rishdik. Sizga o'xshagan edi. Uni ham ko'rishlar sizga o'xshaydi. kapsulali joyimizmi? Ha, Xona Hasan Husan, Arda Oasis, Arda Xiva. 100 tadan xonasi bor ikkalovida. Qulaliklari ham bir xilmi bularning ikkalasini? Zo bittasi 3 yulduz, bittasi 5 yulduz. Ikkalovi ham 4 yulduz. Nechta xodim ishli bo'ladi endi bu? Nechta xodim olasizlar? 700 ta. 700 ta odam demak, mana shu yerdan tirikchilik qilib, oylik olib 700 ta odam zo'r-ku. Kompleks 26 gektarga qurilganda. Suhrob xato egilmasa. Umumiy hisobda 447 ta xona bor. Ikkalasida. Общий, mana shu kompleks ichida 447 ta xona bor. 14 ta restoran. 14 ta restoran. Navoiy xona mana. Yopiq akvapark bor. Bu to'liq qachon ishga tushadi? Xudo xolasa bir oylada. Quyosh nurlari tushib turgan joy sizlarga qarashli. Ana do'ppini olayotganmiz burada. Simbada boshlab qo'ydi. Toshkent atmosferasini beribdilar-da, brat. Chorsuvni, eski shahar. Kim bor Chorsuvdan? Tezda like. Sizga teki bo'ldi, oka. O'sha Farsayiz konsert bor. Sarshara mana. Suhrob. Ajoyib. Ajoyib, zo'r. Haqiqatdan boradi. Venetsiyada yurgandek hissiyotdan oldim. Aylanib, o'rgilib, o'zimizning gastinisaga yetib kelsak,
musiqiy tanaffus. Bu yoqda mana Isroilga turibdilar. Abdurahmon akani kutib biza такой легкий ужин. Mana sabzavotlar, meva-cheva. И mana bitta shu manti bo'ldi. Qolgan hammasi faqat полезный, xudo xolasa. Hamma yoqimli ishtaha.